Alloh sizga buyurmagan uni tavilni. Lekin shunda xo'p Allohning qo'li desa qo'li bilmayman endi men boshqa hech narsani. Arshga istivo qilgan desa ko'tarilgan, boshqa narsani bilmayman men desangiz, salomat qolasiz, hech kim sizni urushmaydi. Gurga kirganingizda sizdan Allohning qo'li qanaqa deb so'ramaydi. Arshga ko'tarilish qanaqa deb so'ramaydi. Robbing kim deydi? Nima qilding sen Robbingga deydi. Payg'ambaring kim deydi? Nima qilding payg'ambaring uchun deydi. Dining nima deydi? Mana shuni tushunishlik kerak. Namoz bo'lmay yuribdi deydi. Nimaga ekan desangiz, paypoqqa mast tortgan uchun. Xo'p, aytaylik, sen shu darajada paypoqqa mast tortib, namoz bo'lmay qolayotganiga g'amxo'r ekansan odamlarni. Ko'chaga chiq. O'zbek xalqining 80% benamoz bo'lib yuribdi. O'shalarni namozga tiq avval. Shunchalik ham tentak bo'ladimi deysizda odam. Shunchalik ham aqlsiz bo'ladimi deysiz qarang. Shu darajada odamlarni namoziga qayg'urar ekansan, qo'y paypoqqa mast tortib bo'lsa ham o'qiyapti shu odam axir namoz. Shunga shunchalik nafrat qilasanmi? Ko'chaga chiq, qancha mana benamoz yuribdi, ana shular hozir o'lsa nima bo'ladi axir? O'shalarni olib kel masjidga, seni vakolating bor, imomsan. Senga davlat huquq bergan, shu odamlarni yaxshilikka chaqir degan, hech kim urushmaydi seni namozga olib kirsang shularni. Davlat qanamaydi seni olib chiqib ko'cha-kuyda yurib, yilib, yugurib, jon kuydirib odamlarni da'vat qilib masjidga olib kirsang. Ulamolar aytishganki, qachon jang og'irligini tashlaydi? Ya'ni qachon tinch yashaydi odam? Yoki ana shu mutaassib Hanafiylar, Hanafiyni yomonlamayapmiz biz, ana shu mutaassib gazandalarni yomonlayapmiz. Hashaviy degani shu beparosat, kallasi ishlamaydigan, hamma narsani yuzaki tushunadigan degani. O'zincha kallalik bo'lib qolganmisan sen? Sahobalar hashaviymi? Tobiinlar hashaviymi? Zohirdan tushungan kishilar. Zohirga ko'ra tushunganlardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlar vahobiylar hashaviysizlar dedilarmi? Sen tushun